turboda turbo yamani yo'qotish mumkin. Hatto 3 оборотdan ham pastda kuch darhol keladi. Bilasiz, turbo yama turbinada havo bosimi kechikishini bildiradi. Eng qizig'i, bu muammoni faqat ikkita turbina bilan emas, elektron tarzda ham hal qilish mumkin. Oddiy holatda siz burilishga yaqinlashib, gazdan oyoqni olganingizda chiqindi gazlari kamayib, turbina aylanishi sekinlashadi. Keyin gazni bosganda turbina aylanib olishiga vaqt kerak bo'ladi. Bu esa muammo. Ammo pedalni qo'yib yuborgan paytingizda ham turbinada gaz bosimini ushlab turish mumkin. Qanday qilib? Oddiy kompyuter svechaga uchqunni kech yuboradi xolos. Shuning uchun yonish jarayoni Porsche silindrda pastga tushayotgan paytda ham davom etaveradi. Chiqish klapani esa ochilgan bo'ladi. Bu paytda esa gazlar hali ham yonayotgan bo'ladi va bu issiq yuqori bosimli gaz turbinani avvalgidan ham tezroq aylantiradi. Natijada turbina past обороты ham darhol aylanadi. Shuning uchun siz gazni qayta bosganingizda turbo bosimi darhol tayyor bo'ladi. Mashina esa chaqqon yurishni boshlaydi. Turbo yamani yo'qotish uchun ProChip Tuning jamoamizga aloqaga chiqsangiz bas, ishingizni chiroyli holda bitkazib beramiz.